Allohni unutdimi, bandaning ishi orqaga ketaveradi. Chunki Allohni eslamagan odam nima qilsa qilaveradi. Kecha bir hamrohlardan biri aytayapti, hazil gap, lekin haqiqat. Sho'pirlar deydi, gayi xodimini ko'rganda Alloh esiga tushadi deydi. Haqiqatan shunaqa. Gayini xodimini ko'rguncha qo'shiq aytib, alay-balay hamma narsalarni qilib ketadi. Uni uzoqdan ko'rdi, o'zini to'g'rilashga boshlaydi. O'sha to'g'rilash doim bo'lishi kerak. Faqat gayini xodimini ko'rganda emas, unda o'sha gayini xodimlarga ham yaxshi bo'ladi, chunki sho'pirlar doim yaxshi yuradi. O'sha haydovchini odobiga rioya qilishadi, chunki Allohning zikrini qilib turibdi. Va boshqa narsalarni ham mana shunga taqqoslashimiz mumkin. Allohni faqat namoz o'qigan vaqtda, roza tutgan vaqtda emas, doimiy ravishda zikrini qilishimiz kerak. Alloh ko'rib turibdi, Alloh bilib turibdi, Alloh hisob kitobini qilib turibdi. Ana o'sha Allohning buyrug'i bilan to'g'ri yuray, to'g'ri turay, birovga zarracha yomon yetkazmay, chunki hisobini oladi degan tushuncha bo'lishi kerak.